Sha'ban oyi Rajab bilan Ramazon o'rtasidagi hijriy taqvim bo'yicha 8-oy hisoblanadi. Bu oy Ramazonga tayyorgarlik ko'rish oyi hisoblanadi. Hammamizga ma'lum, agar bir jiddiy, muhim bir hodisa bo'ladigan bo'lsa, insonning hayotida inson unga tayyorgarlik ko'radi. Mana misol, o'quv yili yaqinlashishligi bilan yuqori baho olishni istagan yoki shu imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tishni istagan talabalar nima qiladi? Tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Kunduzini kechalariga ulab hozirlik ko'radi. Va natija ham shunga qarab bo'ladi. Kimdir eng oliy baho bilan o'tib ketishligi mumkin, yana kimlardir pastroq baho, yana kimlardir umuman o'talmasligi mumkin. Bu hozirlik ko'rib, tayyorgarlik ko'rib shuncha. Tayyorgarlik ko'rmaganlarning ahvoli ma'lum. Xuddi mana shunday Ramazon ham hozir aytganimizdek katta mavsum insonning hayotida. Roza tutganda qo'shilib roza tutish, hamma namozga borayotganda qo'shilib namozga borish, hamma haj umraga borayotganda qo'shilib haj umraga borish oson odamga. Ammo hech kim ibodat qilmayotganda, amal qilmayotganda yolg'iz o'zi turib amal qilishligi nafsga og'ir. Shu jihatdan ham bu amalda Sha'ban oyidagi ro'zani fazilati katta bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Ya'ni butun ins va jinni Alloh taolo faqat ibodat qilish uchun yaratdi. Ibodat bu insonni olayotgan va chiqarayotgan nafasi. Inson har soniya, har daqiqa ibodat qilishga buyurilgan. Bir lahzasi ham ibodatsiz o'tishi mumkin emas. Chunki uni yaratilishidan asosiy maqsadi mana shu ibodat. Va to nafasi tugagunicha ibodat qilish kerak. Oyatda Alloh taolo aytgandek: "Va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin." To yaqin, ya'ni o'lim kelgunicha Robbingizga ibodat qiling dedi. Demak, joni bor ekan insonni, u Alloh taologa ibodat qilishga mukallaf. Lekin Alloh taolo o'zining fazli marhamatidan ozginagina ibodatga ko'p ajr mukofot beriladigan mavsumlarni qilib berdi. Inson umr bo'yi bir xil tarzda ibodat qilish qiyin albatta. Chunki uni chalg'itadigan va o'ziga tortib ketadigan nafsi bor, shaytoni bor va atrof muhit bor. Lekin hech bo'lmaganda mana shu mavsumlarni g'animat bilib, shu mavsumlarda ko'proq ibodat qilib qolishlik kerak bo'ladi. Bu mavsumlarning eng kattasi hammamizga ma'lum Ramazon oyi. Alloh taoloning nazdidagi eng ulug' oylardan. 12 oyni sultoni deymiz mana. Bu oyda hatto butun koinot o'zgaradi. Ya'ni katta-katta shaytonlar kishanband qilinadi. Jannat eshiklari ochilib, jahannam eshiklari yopiladi. Va yillik insonlarning qadari bitiladi mana shu oyda, Qadr kechasida. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mana shu Qadr kechasida butun puxta ishlar nima qilinadi? Ajratiladi. Lavhul mahfuzdan ajratiladi. Va bu oyda Alloh taolo rahmatini keng yozib qo'yadi. Shuning uchun Rasululloh minbarga chiqib turib 3 marta amin, amin, amin dedilar. Nima uchun amin dedingiz deb so'rashganda, shulardan birini aytdilarki, Ramazonda gunohlaridan forig' bo'lib chiqmagan odamni burni yerga ishqalsin, dedi Jabroil, men amin dedim. Haqiqatda Ramazonda Alloh taolo cheksiz rahmatini tushiradi. Va Alloh taolo insonga fursat beradi gunohlaridan tavba qilib, jahannamdan qutulib olishligiga Alloh taolo insonga fursat beradi. Mana shunday buyuk oy. Va bu oydagi o'sha bir kecha, Laylatul Qadr kechasi 83 yillik ibodatga teng. Qadr kechasi bo'lmagan 83 yillik ibodatga teng. Allohning nazdida mana shunday ulug' qadr qiymatga ega bo'lgan oy. Hammamizga ma'lum, agar bir jiddiy, muhim bir hodisa bo'ladigan bo'lsa, insonning hayotida inson unga tayyorgarlik ko'radi. Mana misol, o'quv yili yaqinlashishligi bilan yuqori baho olishni istagan yoki shu imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tishni istagan talabalar nima qiladi? Tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Kunduzini kechalariga ulab hozirlik ko'radi. Va natija ham shunga qarab bo'ladi. Kimdir eng oliy baho bilan o'tib ketishligi mumkin, yana kimlardir pastroq baho, yana kimlardir umuman o'talmasligi mumkin. Bu hozirlik ko'rib, tayyorgarlik ko'rib shuncha. Tayyorgarlik ko'rmaganlarning ahvoli ma'lum. Xuddi mana shunday Ramazon ham hozir aytganimizdek katta mavsum insonning hayotida. Musulmon kishi bu mavsumga albatta tayyorgarlik ko'rishligi kerak.
hozirlik ko'rish kerak. Mana Sha'bon oyiga kirib keldik. Sha'bon oyi Rajab bilan Ramazon o'rtasidagi hijriy taqvim bo'yicha 8-oy hisoblanadi. Sha'ban deb nomlanishligining sababi arab tilida o'sha tasha'ub, tarqalish, yoyilish degan ma'nodagi so'zdan olingan. Urush harom qilingan oylardan chiqqandan keyin mana shu oyda arab qabilalari bir-biri bilan jang qilgani tarqalar edi. Ularning mana aksar tirikchiligi shu talon-taroj bilan bo'lgan, urush janjal bilan bo'lgan. Borib u qabilani hujum qilib mol-mulkini talon-taroj qilgan, unisi boshqa bir qabilani, ya'ni o'rmon qonuni bo'lgan johiliyat davrida. Jang harom qilingan oylari o'tirgan uyda, keyin shuning uchun Sha'ban deb nomlangan deyshadi. Yana ba'zilar suv izlash uchun, suvli joylarda axtarish uchun tarqalgan shu oyda arablar. Shuning uchun Sha'ban deyshadi. Al-muhim, bu oy Ramazonga tayyorgarlik ko'rish oyi hisoblanadi. Chunki Alloh taoloni kavniy sunnatlaridan, qonunlaridan biri shuki, pog'onama-pog'ona tadarruj qonuni. Asta-sekinlik bilan bo'ladi hamma narsa. Masalan, 4 qator Qur'on o'qiyotgan odam birdaniga 1 pora, yarim pora Qur'on o'qiydigan bo'lib qolmaydi. Yoki 2 rakat zo'rg'a nafil namoz o'qiyotgan odam birdaniga 10 rakat, 50 rakat nafil namoz o'qiydigan bo'lib qolmaydi. Asta-sekinlik bilan bo'ladi. Insonning qalbi ham, jasadi ham mana shu qonunga tobe. Uni jasadi ham xuddi mana oddiy gimnastikani olsangiz ham sport bilan shug'ullanish. Inson birdaniga 1 kilo tosh ko'taradigan odam 50 kilo toshni bersa, ag'darilib tushadi. Bir ko'taradi, undan keyin qaytib ko'tarmaydi. Xuddi shunday insonning badani ham, qalbi ham Allohning mana shu qonuniga tobe. Ramazondan oldingi bu Sha'bon oyi shu uchun kerak. Ramazonga tayyorgarlik. Chunki mavsum dedik Ramazonni. Ramazonda ko'proq ibodat qilib qolishlik uchun inson o'zini chiniqtirib borishligi kerak bo'ladi. Sahobalarda mana bizga sunnat bu narsa. Sahobalar Ramazondan keyin 6 oy Allohim qabul qilgin deb duo qilishar edi. Undan keyin 6 oy Ramazonga yetkazgin deb duo qilishar edi. 6 oy Alloh qabul qilgin deb duo qilishligi sababi Ramazonda o'ta ko'p amal qilib o'rganligidan. Shunchalik ko'p amal qilganligidan xavotir olyapti, shuncha amalim zoya bo'lib ketmasin deb. Va shuncha Allohga yalinib yolvorib duo qilib so'rayapti, Alloh qabul qilgin deb. 6 oy Ramazonga yetkazgin deb duo qilishligi bu Ramazonning fazilatini ular his qilgan, anglagan. Va Rasulullohdan bizga sunnat, mana Rasululloh Sha'bon oyida juda ko'p roza tutar edi. Oysha onamizdan keladi, men Rasulullohni Sha'bon oyida roza tutganchalik boshqa oylarda roza tutganligini ko'rmaganman. Rasululloh deyarli Sha'bonda hammasida roza tutar edi degan. 30 kun hammasida roza tutishlik yo'q, to'g'ri. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh Rasululloh to'liq 30 kun Sha'bonda roza tutmagan deganlar. Lekin aksarini roza bilan o'tkazar edi Rasululloh. Rasululloh hatto mana tayyorgarlik ko'ryapti Ramazonga. Bu Sha'bon oyidagi roza xuddi Ramazondan oldingi bir tayyorgarlik, xuddi peshindan oldingi nafil sunnatga o'xshaydi. Yoki boshqa o'sha bomdoddan oldingi 2 rakat sunnatga o'xshaydi. Roza tutib inson o'zini rozaga chiniqtirib oladi. Chunki shuncha 1 yil ichida roza tutmagan yoki roza tutgan bo'lsa ham uzuq yo'liq 1 kun, 2 kun, haftada 1 kun, oyda 3 kun roza tutib yurgan bo'lsa, endi 1 oy to'liq Ramazonda roza tutishligi kerak. Sha'bonda ana shunga nima qiladi? Tayyorlanadi, oshqozonini, umuman badanini shunga hozirlaydi va Ramazonga chiniqqan, ko'nikkan holatda kirib boradi. Mana ko'p kuzatamiz, Ramazonning boshida qiynaladi odamlar. Bilmay yeb ichib qo'ygani qancha yoki 1-2 kun tinmay boshi og'rib, g'o'llab yurgani qancha, bir gap kam, 2 gap oshiqcha bo'lib qiynalib yurgani qancha. Ana shunday bo'lmasligi uchun inson Sha'bonda ko'proq roza tutishligi kerak. Va Ramazondagi kamchiliklar to'ldiradi bu. Mana xuddi nafil namozlar farzdagi kamchiliklarni to'ldirgandek, bu Sha'bondagi roza Ramazondagi kamchiliklarni to'ldiradi. Va eng nafil rozalar ichida afzali bo'ladi. Chunki xuddi nafil namozlar ichida ana shu 5 vaqt namozni nafillari afzal bo'lganidek, rozalar ichida ham mana shu farzdan oldingi va keyingi ikki yopishgan rozalar afzal rozalar bo'ladi, nafil rozalar bo'ladi. Ramazondan oldingi va Ramazondan keyingi Shavvoldagi 6 kun roza. Sha'bondagi roza bu haqda yana Rasululloh aytadilar. Usama ibn Zayddan rivoyat qilinadi. U kishi aytadiki, "Qultu ya Rasululloh, lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban." Biror bir oyda Sha'bonda roza tutganchalik roza tutganingizni ko'rmaganman deb so'radi Usama ibn Zayd.
Qola Rasululloh aytdilarki: "Zaka shahrun yaghfulun nasu anhu bayna Rajab va Ramazon." Bu ko'pchilik odamlar undan g'aflatda bo'lgan Rajab bilan Ramazon o'rtasidagi oy dedilar. Va huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila robbil alamin. Va amallar Robbil alamin Alloh taoloning huzuriga ko'tariladigan oy. Fa uhibbu an yurfa'a amali va ana so'im. Amallarim ro'zador holimda ko'tarilishini xohlayman dedilar Rasululloh. Demak, qarang, ko'pchilik e'tibor bermaydigan vaqt deyapti Rasululloh. Odamlar g'aflatda bo'lgan, e'tibor bermaydigan oy deyapti. Mana shu hamma g'aflat paytida insonni Robbisiga ibodat qilishligi eng afzal ibodatlardan hisoblanar ekan. Va bu hamma vaqtda. Shuning uchun kechani oxirgi 3dan birida tahajjud o'qishlik mana eng afzal namoz. Chunki hamma shirin uyquda yotgan payt bo'ladi. Va g'ariblar o'zi kimlar? G'ariblar hamma fasod bo'lib ketgan paytida o'zini isloh qilgan odam g'arib. Buzuq jamiyatning ichida toza yashashga harakat qilayotgan inson g'arib. Va tuba lil g'uraba, g'ariblarga jannat bo'lsin. Chunki nimaga hamma g'aflat paytida, hamma g'aflatga botgan paytida ibodat qilishlik afzal hisoblanadi? Chunki birinchidan bu maxfiy bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydi va maxfiy amal u ixlosga yaqinroq bo'ladi. Alloh taolo ixlos bilan qilingan amalni yaxshi ko'radi. Undan keyin qiyin bu insonga, nafsga qiyin. Chunki hamma roza tutganda qo'shilib roza tutish, hamma namozga borayotganda qo'shilib namozga borish, hamma haj umraga borayotganda qo'shilib haj umraga borish oson odamga. Ammo hech kim ibodat qilmayotganda, amal qilmayotganda yolg'iz o'zi turib amal qilishligi nafsga og'ir. Shu jihatdan ham bu amalda Sha'bon oyidagi ro'zani fazilati katta bo'ladi. Demak, Sha'bon oyida Rasululloh aksarini ro'za bilan o'tkazgan. Ba'zi hadislarda Sha'bonni yarmidan so'ng ro'za tutishdan qaytarilgani aytiladi, lekin bu hadis zaif. Buni Abdurrahman ibn Mahdi va Imom Ahmad, Abu Zur'at ar-Roziylar zaif deyishgan. Va yana bir masala Sha'bon oyiga tegishli. Sha'bon oyining o'rtasida Barot kechasi deb nomlangan bir kechani aytishadi. Bu kechani fazilatlari, falon rakat namoz o'qisa falonday ajrlar beriladi, falon zikrni falon marta aytsa falonday ajrlar beriladi. Lekin u hadislarning birortasi sahih emas. Misol uchun hadisda aytiladiki, Alloh taolo Sha'bonning o'rtasidagi kechada butun yer yuziga qarab turib, hamma mahluqotlarni, inson jinlarning gunohlarini kechiradi. Faqat mushrik bilan arazlashib yurgan musulmonning gunohini kechirmaydi degan hadislar. Mana bu hadislar zaif. Buni ikkita buyuk muhaddis olimlar, Imom Qurtubiy bilan va Imom Ibn al-Arabiy rahimahumullohlar zaif deyishgan. Ular aytishadiki, "Va laysa fi laylatin nisfi min Sha'ban hadithun yu'awwalu alayhi." Sha'bon o'rtasidagi kecha, ya'ni ana shu Barot kechasi haqida bironta sahih hadis yo'q deyapti. Na uni fazilati va na boshqa narsasi haqida fala taltafitu ilayhim. Shuning uchun unga e'tibor bermang deganlar. Demak, inson avvalambor o'zi bir amal qilishdan oldin shu haqiqatda sahihmi, Rasululloh shuni haqiqatda aytganlarmi, yo'qmi deb savol berishlik kerak. Chunki man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kim shariatga muvofiq bo'lmagan, shariatda yo'q bo'lgan amalni qilsa, u rad dedilar Rasululloh. Bekarga o'zini qiynagani qoladi insonda. Alhamdulillah, mana shuncha sahih hadislar bor-ku. Mana uni o'rnini to'ldiradigan boshqa amallar bor-ku. Ana o'shalarni qilishimiz kerak. Zaif hadisdagi amal, inson uni sunnat deb amal qiladigan bo'lsa, u bidat hisoblanadi va har bitta bidat bitta sunnatni o'rnini egallaydi. Bitta sunnatni o'chiradi, yo'qotadi. Mana yuqorida Sha'bon oyida qilinadigan amal Rasulullohning amallari, sunnatlaridan sahih hadislarda kelgan amalni aytdik. Roza tutardilar Rasululloh Sha'bon oyida. Mana shu sahih amallar o'zi yetadi. Inson uyiga bir mehmon keladigan bo'lsa, tayyorgarlik ko'radi. Va agar u mehmon juda ham obro'li, e'tiborli, nozik mehmon bo'ladigan bo'lsa, yana ham qattiqroq, oldinroqdan tayyorgarlik ko'radi. Ramazon bu bir mehmon. 30 kun keladi va ketadi. Mo'min kishi unga tayyorgarlik ko'rishligi kerak. Tayyorgarlik birinchi tozalashdan boshlanadi. Mana mehmon kelishidan oldin uylar tozalanadi, shupuriladi. Xuddi shunday Ramazonga ham tayyorgarlik tozalashdan boshlanadi. Inson qalbini tozalashligi kerak bo'ladi. Qalbini nimalardan tozalaydi? Qalbini
Avvalambor buzuq e'tiqodlardan tozalaydi. Ulamolarning kitoblariga qarasak, aqida kitoblarida birinchi aqida ahkomlarini aytib, uni orqasida tazkiya qismini keltirishadi. Ya'ni birinchi botil e'tiqodlardan tozalanadi qalb, undan keyin tazkiya, ya'ni qalb kasalliklaridan tozalanadi, gunohlardan tozalanadi. Ya'ni Ramazonga nima? Tavba bilan kirishlik kerak bo'ladi. Salaf solihlardan mana naqllar keladi. Ramazonga qalbimizda biron bir mu'minga nisbatan g'illig'ashlik bo'lgan holatda kirishni xohlamasdik. Qaysi bir mu'min bilan orangizda bir gap so'z o'tgan bo'lsa, undan rozichilik so'rang, yarashing, kelishing, o'rtadagi sovuqchilikni ketkazing. Ramazonga mana shunday qalb toza bo'lgan holatda kirishlik bu salaf solihlarning yo'li hisoblanadi. Demak, tavba va qalb kasalliklaridan tozalash va undan tashqari rejalar tuzishlik kerak bo'ladi. Sha'bonni rejasini tuzing va Ramazonni rejasini tuzing. Chunki aytganimizdek, Ramazon bu buyuk oy, hayot mamot masalasi. Insonni to keyingi 1 yillik umriga ta'sir qiladigan holat. Qadr kechasida mana qadarlar yoziladi deyilyapti. To keyingi 1 yilgacha bo'lgan insonning umriga bu o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Ramazonda qilgan insonning toat ibodatlari, duolari. Albatta bu reja bilan bo'lishlik kerak bo'ladi. Misol, necha pora Qur'on yodlaysiz? Ramazon Qur'on oyi. Har kuni qanchadan Qur'on o'qiysiz, yodlaysiz? Qaysi masjidlarga borasiz tarovih namozlariga va hokazo? Muhimi reja bilan. Bu reja go'yoki niyat qilyapsiz hozirdan. Agar shulardan hammasini qila olmasangiz ham Alloh taolo niyatingizga yarasha ajr beradi. Innamal a'malu binniyat. Chunki amallar niyatlarga bog'liq. Mo'minning niyati amalidan yaxshi bo'ladi. Ramazonda insonlarning birinchi xayoliga keladigan narsa saharlik va iftorlikka nima yeyish va to iftorlikkacha bo'lgan vaqtni qanday o'ldirish. Yo'q, Ramazon unaqa emas. Ramazon bu taqvo oyi. Ramazonning mag'izi hisoblanadi taqvo. Agarchi inson to'g'ri roza tutib, o'shanday hozir aytilgandek saharlik qilib, iftorlik qilib roza tutsa, vojib bo'ynidan soqit bo'ladi to'g'ri. Lekin rozani Ramazonda haqiqiy mag'izidan mahrum bo'lishi mumkin. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kim yolg'on so'zni va yolg'on so'zga amal qilish va nodonlik, johillikni tashlamas ekan, uni yemay ichmay yurishini Allohga keragi yo'q. Demak, rozadan asosiy maqsad bu nafs tarbiyasi, ruhiy tarbiya, qalbni isloh qilishlik va taqvo. Taqvo bu nima? Taqvo insonda har bir harakati, har bir amali shariatga muvofiq bo'lishligi, Alloh aytganday, Rasuli ko'rsatganday bo'lishligi. Mana shu darajaga yetishlik Ramazondan asosiy maqsad. Shuning uchun Ramazondagi amallaringiz qabul bo'lgan bo'lmaganligini bilmoqchi bo'lsa, inson Ramazondan keyingi holatiga qarasin. Xullas, Ramazonning fazilatlari va tazkiya haqida bundan keyingi darslarda aytiladi inshaalloh. Muhimi, hozir mana Sha'bon oyidamiz. Ramazonga 1 oy qoldi. Sha'bon oyida xuddi Rasululloh qanday tayyorlangan bo'lsa, xuddi shunday Ramazonga tayyorgarlik ko'rishimiz. Va yana Sha'bon oyida qilinish kerak bo'lgan amallardan biri o'tgan Ramazondagi qolgan qazolarni Sha'bon oyida tutib olishlik. Oysha onamizdan hadisda keladi, mana Ramazondan bir qancha qarzim qolib ketar edi va men uni shu Rasulullohga xizmat qilib, Rasulullohning huzurida bo'laman deb Sha'bondagina qazosini tutishlikka qodir bo'lar edim. Ya'ni Sha'bongacha kechiktirar edim, deyaptilar. Ramazonga, avvalgi Ramazonning qarzlaridan qutulib kirishligi kerak bo'ladi inson. Ko'pchilik ayollarda bu narsa kuzatiladi. Albatta Ramazondan qarzi qoladi. Shuning uchun Sha'bon oyida buni tutib olishlik kerak bo'ladi. Va erlari ham yonida Rasulullohning sunnatiga amal qilib nafl ro'zani tutadigan bo'lsa, ayollarga ham oson bo'ladi qazosini tutib olishlik birgalikda. Demak, birodarlar, mana ibodat mavsumlari kelyapti. Mana shu mavsumlarda hech bo'lmasa inson amal qilib qolishligi kerak. Hech bo'lmasa mana shu mavsumlarni g'animat bilib qolishligi kerak. To'g'ri, qolgan yilning o'rtasida inson har xil holatda bo'ladi. Chalg'iydi, ishi bo'ladi, yumushi bo'ladi, vaqt ajrata olmaydi. Lekin Ramazonga alohida shu Alloh va Rasuli qanday muomala qilgan bo'lsa, Ramazonga xuddi shunday muomala qilishligimiz kerak. Alloh taolo aytadi: "Wasari'u ila mag'firatin min robbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Robbingizdan bo'lgan mag'firatga va eni osmon yercha bo'lgan jannatga shoshiling deydi. Sari'u bu yerda o'sha shoshiling, yaxshilikka, xayr amalga shoshilishlik. Aslida shoshilishlik shaytondan, lekin xayr amalga shoshilishlik bu Rahmondan. Va oyatda Alloh taolo musobaqaga ham ishora qilyapti.
musobaqalashishlik. Ayni mana shu mavsumlarda musobaqalashishlik. Yana boshqa oyatda Alloh taolo va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu yo'lda musobaqalashuvchilar musobaqalashsin deydi. Haqiqiy musobaqalashiladigan oy, haqiqiy musobaqalashiladigan mavsum va buni mukofotini Alloh taolo jannat deyapti. Eni osmon yercha bo'lgan jannat. Endi uzunligini o'zingiz tasavvur qilavering. Alloh taolo mana shu mavsumlardan unumli foydalanib qolishlikni hammamizga nasib qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.